Assalomu alaykum hurmatli Manchester United muxlislari. Sizlar bilan yana Zamin Red kanali va mansardlik borlariga navbatdagi tahlil videoni taqdim qilaman. Kech bo'lsa ham sizlarga odatdagidek like bosishni, kommentariy hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda, demak biz boshlaymiz. Bugungi mavzumiz haftani boshida bo'lib o'tgan va bizga haftaning oxirigacha nima deydi, положительный emotsiya bergan va o'sha shuncha azoblanishlardan keyin qo'pol bo'lsa ham oxir va nihoyat eng ответственный vaqtda, ya'ni eng mas'uliyatli paytda komanda g'alaba qozonib ochko ola oladigan eng azaliy raqiblardan ochko ola olgan o'yin haqida, ya'ni Enfieldda bo'lib o'tgan har qanday fond stadionda Manchester United Liverpool Manchester United o'yiniga bag'ishlangan tahlil hisoblanadi va unda bizning jamoamiz mana shu formada 1-2 hisobida g'alaba qozondi. O'yin nuqtai nazaridan boya aytganimdek, emotsiyalar juda ham ko'p, juda ham pozitivniy emotsiya bir hafta mobaynida o'sha keyingi o'yingacha juda ham ko'tarinki kayfiyatda yurish va o'sha azoblanishlarda oxirida meva berganiga qandaydir odamda baribir qandaydir ishonch borligi uchun biz keyingi o'yinlarga xudo qolsa yaxshi nastroyeniya, yaxshi pozitiv nastroyeniyada kelyapmiz deb o'ylayman. Bevosita o'yin haqida gaplashadigan bo'lsak, o'yinning dastlabki daqiqalarida Manchester qiziq taktika qo'lladi, oldinga tashlanmadi va jamoani sentrda, markazdan bu yoqda Liverpoolni kutib oldi. Odatda Liverpool markazdan pressing qilib chiqqan jamoaga qarshi juda ham kuchli o'yin namoyish qila olgan. Va ikkinchi daqiqada Van Dijk hamda McAllisterning qo'pol xatolar tufayli Amad Diallo to'pni oladi va ajoyib tarzda Mbembuga yetkazib beradi va Mbembu darvozabonni to'g'ri nishonga ola bilib hisobda bizni oldinga olib chiqadi va shu bilan birinchi taym yakuniga yetadi. Undan keyin Liverpool ham hujum qiladi, Manchester ham hujum qilishga harakat qiladi. Boya aytgandek, pas blok bilan Manchester juda ajoyib o'yin namoyish qildi qarshi hujumda. Va ikkinchi taymda 58-daqiqa, 61-daqiqa va 59-daqiqalarda Manchester United 3 nafar futbolchisini almashtiradi. Casemiro, Diallo hamda Mountlarni, Casemiro hamda Diallolarda sariq kartochkalar mavjudligi uchun ko'p ehtimol bor menimcha buni. Ularning o'rniga Ugarte, Dorgu hamda Sheshkolar tushadi. Va 78-daqiqada Liverpool futbolchilari hisobni tenglashtirishadi va oradan bir necha daqiqa o'tib 84-daqiqada Bruno Fernandesning ajoyib pasidan keyin bizning markaziy himoyachimiz Maguire ajoyib tarzda bosh bilan odatdagidek yana bir bora o'sha xuddi Lyon jamoasiga qilganday bizda hisobda oldinga olib chiqadi va 1-2 hisobida biz oldinda g'alaba qozonishga boshlaymiz. Va 85-daqiqada Bruno Fernandes hamda Luke Shaw'lar o'rniga Kobe Mayno hamda Leni Yorrolar tushadi va o'yin shu tariqa yakuniga yetadi. Va o'yindan keyin bir necha bora kommentatorlar ham aytishdi, Enfieldda sukunatda qolganligini bir necha bora ta'kidlab o'tdi. Endi statistikani ko'rib chiqadigan bo'lsak, statistika bo'yicha demak to'p XG bo'yicha Liverpool jamoasi 2.75 ta golga o'yin namoyish qilgan, Manchester United jamoasi esa 1.25 ta golga o'yin namoyish qilgan. To'p egallab turish bo'yicha 63 ga 37, zarbalar bo'yicha 19 ga 12 va aniq zarbalar bo'yicha esa 6 ga 4 hisobi qayd etilgan. Ko'rib turibsizlar, Manchester oldingi o'yinlarda xuddi shunaqa holat bo'lganda, misol uchun tinimsiz hujum qilganda, o'sha Arsenalga qarshi o'yin yoki boshqa o'yinlar ko'rib chiqadigan bo'lsak va natijada oxirida mag'lubiyatga uchragan. Hozir esa buni teskarisi bo'ldi. Manchester unumli foydalana oldi yaratilgan vaziyatlardan. Turnir jadvalini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi o'rinda Arsenal jamoasi, ikkinchi o'rinda Manchester City jamoasi, uchinchi o'rinda Liverpool jamoasi. Arsenalda 19, Cityda 16 va Liverpool jamoasida 15 ochko mavjud. Manchester United esa 9-o'rinda 13 ochko bilan o'sha Yevrokuboklar zonasidan atiga 2 ochko, 3 ochko farqi bilan ketyapti. Endi sostavni ko'rib chiqadigan bo'lsak, maydonga tushgan futbolchilar ko'rib chiqadigan bo'lsak, darvozada Senglamen harakat qildi va u ajoyib seyflar namoyish qildi. Va golda uni hech qanday ayblash qiyin, juda yaqin masofada turgandi va yaqinda turganda hali ham undan oldingi vaziyatlarda u a'lo darajada harakat qila oldi va shu sababli tahsinga loyiq deb o'ylayman. Himoyada Luke Shaw, Harry Maguire hamda Matthijs de Ligtlar harakat qildi. Luke Shaw'ni o'tgan daqiqalarda ham aytdim, Luke Shaw bu baribir oxirgi himoyachi emas va u qanot wingeri, shu sababli biroz o'yinida qandaydir baribir
ba'zi vaziyatlarda u to'g'ri Salohga deyarli o'yin bergani yo'q. Lekin o'sha shouda baribir ham men qanotda sinab ko'rishmanda fikrni hal qaytganim yo'q. Maguire endi gapirib o'tirmayman, asosiy futbolchilardan biri gol urdi va kerakli paytda, kerakli lahzada gol ura olgani ayniqsa tahsinga loyiq. Delikt ham yaxshi harakat qildi deb o'ylayman. Ikkita qanotda Dalot hamda Diallo harakat qildi. Dalotda biraklar bo'ldi bir ikkita vaziyatlarda. Men Dalotni ko'p hujumga chiqa olmadi. Undan o'rniga menimcha Dalotni o'rniga shovni chiqarib, Dalotni o'rniga misol uchun bironta bir himoyachimizni qo'yganimizda ma'qulmidi degan fikr ham bor. Sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Dialogga keladigan bo'lsak, Dialog juda ajoyib o'yin namoyish qildi. O'sha golga assistentlik qildi va sariq kartochkasi bo'lmaganda, menimcha u o'yin oxirigacha maydonda qoladi degan fikrda edim men. Markazda Bruno Fernandes hamda Kazemirolar harakat qildi. Kazemiro ham yaxshi harakat qildi. Sariq bo'lmaganda u ham menimcha maydonda qolardi deb o'ylayman. Bruno Fernandes assist qilib berdi va ajoyib tarzda himoyada ham, hujumda ham juda zo'r harakat qildi deb o'ylayman bizda el kapitanimiz. Hujumda Mason Mount hamda Bryan Mbeumolar harakat qildi va ularni markazda hujumchi sifatida Mason Mount harakat qildi. Kechirasizlar, Mateus Cunha harakat qildi va ular ajoyib harakat qilishdi. Cunha ham to'p uchun kurashi, paslari juda ajoyib. Yetuk shu o'yinga yetuk formada kelganini ko'rsatib bera oldi. Mbeumo gol urdi, Mount ham ba'zi vaziyatlarda juda ham ajoyib harakat qildi deb o'ylayman. Sizlar esa bu haqda albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Va albatta zaminaga tushgan futbolchilar ko'rishlaring mumkin. Zaminaga tushib o'sha futbolchi o'ziga yuklangan vazifalarni ham a'lo darajada bajardi deb o'ylayman. O'yinda man of the match deb, menimcha eng yaxshi futbolchi deb menimcha hech kimda shubha bo'lmasa kerak, Harry Maguire topildi va bu menimcha haqqoniy baho bo'ldi, chunki boya aytganimdek, kerakli paytda, kerakli lahzada gol ura oldi, katta sahnaga chiqa oldi, shunga tanqidlarga qaramasdan. Va men sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar shundan iborat edi. Sizlardan odatdagidek like bosishda, kommentariyada hamda bizning kanalga podpiska qilishni iltimos qilgan holda sizlarni xayrlashaman. Videoni so'ngiga albatta men urilgan gollarni qo'yib beraman. Sizlar esa boya aytgandek aktivlikni kutib qolgan holda keyingi o'yinlargacha deb qolaman va o'zlaringni asranglar. Xayr.